Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzu dollar kursi tushdi. Hozirda bir AQSh dollari 12.150-12.200 so'm va 81-83 rubl atrofida turibdi. Ya'ni dollar, so'm va rublga nisbatan biroz arzonlashdi. Endi savol: nega dollar tushyapti? Buning bir necha sababi bor. Birinchidan, O'zbekiston ichki bozori barqaror. Import va eksport muvozanati yaxshilanmoqda. Markaziy bank zaxiralari esa kuchaymoqda. Ikkinchidan, Rossiya Markaziy banki foiz stavkalarini oshirdi. Bu esa rublni mustahkamlab, dollarga bosim berdi. Uchinchidan, dollar global bozorda ham arzonlashmoqda. Ko'plab davlatlar savdoda boshqa valyutalardan foydalanmoqda. Bu jarayon dedollarizatsiya deyiladi. Endi bu sizga qanday ta'sir qiladi? Agar siz import bilan shug'ullansangiz, bu yaxshi xabar. Chunki mahsulotlar arzonlashadi. Lekin eksport qiluvchilar uchun bu daromadning kamayishi degani. Xulosa qilib aytganda, dollar kursi hozircha pasayish bosqichida. Ammo bu vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Kurslar har doim harakatda. Maslahat: valyuta almashtirishni birdaniga emas, bosqichma-bosqich qiling. Investitsiya qilayotgan bo'lsangiz, faqat dollarga tayanmang. Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Axborot kanallarimizni kuzatib boring. Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Qanday obuna bo'lishni bilmasangiz, kommentariyada post belgisini qoldiring. Yoki Telegram ilovangizga kirib, qidiruvlar joyida Migratsiya O'zbekiston deb yozganingizda ham bizning kanalimizni topasiz va obuna bo'lib qo'yasiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling.